Uyghur sağlamlıq qanununa hoş geldinglar. Bugünkü məzmun roza tutuşning odam badaniga bo'lgan foydasi to'g'risida. Roza tutuşning odam badaniga bo'lgan foydasi sababli yaqinqi zamonlarda musulmonlarla roza tutib qolmay, balki boshqa dindikilarmi yoki dinsizlarmi roza tutishni badanni sog'lomlashtiradigan va o'riqlashga yordam qiladigan bir xil davolash usuli o'rnida ishlatib kelmoqda. Albatta, ular tutgan roza musulmonlarning tutgan rozasiga o'xshab ketmaydi. Ular yemek yemaydi, lekin suv va qor qahva ichadi. 2021-yili Germaniyadagi Hannover Tibbiy universitetidagi doktorlar Ramazon rozasining odam badaniga bo'lgan ijobiy ta'sirini tadqiq qilgan. Ya'ni inson yemek yemay yoki ussizlik ichmay 17 soatdan 18 soatgacha oralig'ida och yursa, badandagi BDNF va kortisolga qanday ta'sir qiladiganligini ham bu orqali ruhiy kayfiyatga va turmush sifatiga bo'lgan ta'sirini tadqiq qilgan. BDNF bo'lsa markaziy nerv sistemasidagi nerv hujayralarining yetilishida, massajchanligini oshirishda va nerv hujayralarining o'z rolini joriy qildirishda muhim rol o'ynaydigan nerv hujayralariga tava signal oqsili. Kortisol bo'lsa besim hormoni deb ataladi. Chunki u badanning besimni bartaraf qilishiga yordam beradi. U börek üstü bezi tarafidan ajratib chiqariladi. Kortisol badanning qon qandni, immunitet sistemasini va qon besim qatorliqlarni tangshashga yordam beradigan muhim hormon. Germaniyada elib berilgan bu tadqiqotda tibbiy universitet doktorxonasi ishlaydigan xizmatchilar bilan tibbiy universitetda o'qiydigan o'quvchilardan bo'lib 34 tane ayol va erlar tadqiqotga qatnashgan. Bularning hech qanday jismoniy va ruhiy jihatda kasallik tarixi bo'lmagan, sog'lom, 18 yoshdan yuqori bo'lgan kishilar bo'lib, 30 kun Ramazon oyida kun chiqishdan kun o'ltirguncha roza tutgan. Bulardan Ramazon boshlashdan bir hafta ilgari, Ramazonning o'rtasida, Ramazonning oxirgi kunlari, Ramazondan bir hafta keyin, Ramazondan bir oy keyin 5 qatim qon ilib tekshirgan. Undan boshqa badan eg'irligini, badandagi yog', suyak va muskulning eg'irligini o'lchab selishtirgan. Kayfiyat, ya'ni andishisi, tushkunlik darajasini, salomatlikka munosabatlik turmush sifati, buning ichida harg'inlik darajasi va uyquning sifati qatorliqlar bor bo'lib, roza tutishning oldi va keyinida bularni selishtirib kuzatgan. Bu tadqiqotning natijasi bo'lsa, kortisolning miqdori tuvanlagan. Bulubmu qatnaşqıçılarning Ramazonning oxirgi kunlarida va Ramazondan keyingi haftada ilib tekshirgan qon natijasidagi kortisolning miqdori Ramazonning oldida olgan qon bilan selishtirganda ko'rinarli tuvanlagan. Shundaqla BDNFning ishlab chiqarilishini yaxshilagan. Buning bilan qatnaşqıçılarning asli tutish va uyg'unish iqtidorini yuqori ko'targan. Kayfiyatini turaqlashtirib, uyqusini yaxshilagan. Qon besimi va qon qandimi normal ham muqim bo'lgan. Badandagi may miqdori tuvanlab, muskul va suyakning eg'irligi o'zgarmagan. Buningdan Ramazon rozasining yosh va sog'lom bo'lgan qatnaşqıçılarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga foydali ekanligini ilgari surgan. Suyimlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Roza tutsanglar salomat bo'lasizlar." Ramazondan bir oy o'tgandan keyin olgan qonning natijasi bo'lsa, Ramazon boshlashning oldidagi qon bilan o'xshash bo'lib qolgan bo'lib, buningdan Ramazon oyida roza tutgandan boshqa yana davomli va qarorli holda roza tutib berishning badanimizning sog'lomligini saqlash uchun muhim ekanligini bilib olamiz. Suyimlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning dushanba va payshanba kunlari davomli roza tutadigan odati bor edi. Demak, fariz va sunnatga ergashsak ziyon tatmaymiz. Foydalanib qilishinglarni umid qilaman. Yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat.